Assalomu alaykum, hurmatli arab tili o'rganuvchilar. Demak, yangi onlayn imtihon dasturimiz ishga tushish arafasida. Demak, birinchi imtihoningizga kirganingizda xuddi mana shu qism ochiladi. Bu qism birinchi kirganingizda sizda hech qanaqa email, parol bo'lmaydi. Shuning uchun ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Bu yerga ism, email, telefon raqam, parolni tasdiqlash va rasm shart, rasm yuklaysizlar. Bu yerda eng muhim qismlardan biri email qismi. Emailni yaxshi eslab qolingizlar. Qaysi emailni yozganlaringizni, o'zini emailingizni yaxshi eslab qolish kerak. Sababi keyinchalik imtihon natijasini bilish uchun bosganingizda mana bu yerga emailingizni kiriting deydi. Ya'ni o'sha emailingizni yozib turib natijani bossangiz, demak, men bu yerda email kiritmaganimiz uchun chiqmayapti. O'sha natijasi kelib chiqadi. Agarki o'sha emailingizni sizdan chiqarib qo'ysangiz, bu yerda natijangizni ko'ra olmaysiz. Ikkinchidan rasmda yoki kamerani ishlatib o'ziz rasmga tushishingiz mumkin yoki o'sha yuklash bilan bosib telefon xotirasidan yoki o'sha kompyuter xotirasidan rasmingizni yuklashingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina rasmga tushayotganda ya'ni yaxshiroq rasm, ya'ni o'zingizning haqiqiy rasmingizni qo'yishga harakat qiling. Sababi mana bunaqa rasmlar qo'ymang. Chunki bu yerga qo'yilgan rasm avtomatik ravishda sertifikatingizga yuklanadi. O'sha sertifikatingizni yuklab olganingizda qaysi rasmni yuklagan bo'lsangiz, avtomatik o'sha rasm sertifikatingizga yuklanadi. Demak, ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. To'liq bu yerda hozir maydonlar to'ldirilmagani uchun aytyapti. Maydonlarni to'ldiring deyapti. Bu yerda o'sha parolni tasdiqlash tugmasi. Ya'ni o'sha yozgan parolingizni yana bir marta qayta yozasiz. Va o'tib bo'lganingizdan so'ng kirish qismiga qaytasiz va bu yerga o'sha yozgan email va parolingizni bosib kirishingiz bo'ladi. Agar mabodo ro'yxatdan o'tib qo'ydingiz, o'sha yuklagan rasmingiz yoki ma'lumotlaringiz xato yoki yoqmadi sizga, tizimdan chiqish tugmasini bosib, mana bu tizimdan chiqish tugmasini bossangiz, butunlay tizimdan chiqarilasiz va boshqatdan ro'yxatdan o'tishingizga to'g'ri keladi. Ana endi misol uchun siz yozdingiz. Biz hozir endi o'zimizning bilan yozamiz. Oldin o'tib qo'ygan. Kirganingizdan so'ng sizga birinchi to'lov cheki qismi chiqadi. Bu yerda aytyapmiz, imtihondan uzog'i 2 soat oldin to'langan bo'lishi kerak, to'lov miqdori kamida 30 ming so'm bo'lishi shart deyapti. Ya'niki imtihon topshirish uchun to'lov chekini yuklang deyapti. Imtihon topshirish uchun to'lov chekini yuklang. Siz bizga yozishingiz kerak bo'ladi, men imtihon topshirmoqchiman deb. Biz sizga o'sha karta raqam beramiz va o'sha karta raqamni to'lov qilib, kamida 30 ming so'm, balkim keyinchalik summa o'zgarar, hozirchalik 30 ming so'm. Shu 30 ming so'm to'lov qilib turib, o'sha to'langan chekni fayl emas, faqat JPEG formatda, ya'ni skrinshot qilib, iloji bo'lsa chekning o'z qismini qoldirib, saqlab qo'yasiz va mana bu yerda fayl bilan bosib o'sha chekni topishga harakat qilasiz. Misol uchun biz birorta chekni qo'yapmiz, ya'ni birorta chekni yuklaymiz. Endi chekni yuklaganingizda karta raqamining oxiriga qaraydi, ya'ni mana shu qabul qiluvchi o'sha biz jo'natgan karta raqam 7161 bo'lishi shart. Agar bu raqam bo'lmasa qabul qilmaydi va bosgandan keyin chekni yuborish tugmasini bosamiz. Tekshirish bo'layapti, tekshirish tugmasi. Ana endi yaxshi e'tibor berib qo'yadigan narsamiz mana shu yerda qarang, kamida 30 ming so'm to'lang deyapti. Ya'ni biz 1000 so'mgina o'tkazgan edik, demak 1000 so'm qabul qilinmadi. Demak, o'sha eng kam miqdor va undan keyin bu chek ishlatilgan bo'lsa, agar bitta chekni ikkinchi marta yana ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerda bu chekni avval ishlatilgan degan yozuv kelib chiqadi. Mabodo, ya'ni bu texnika, agar texnikadan o'tib ketgan taqdiringizda ham bu chekingiz bizga boradi va imtihondan topshirish oldin albatta bir marta chekingizga qaraymiz. Agar to'lov miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, imtihon javoblaringiz e'lon qilinmaydi. O'sha tomonini ham oldindan aytib qo'yaylik. Endi mabodo bu xato qilib o'tkazib yuboradigan bo'lgan taqdirda ham. Ana endi demak chek qismida o'shaning uchun e'tiborli bo'laylik. O'sha chek 2 soat oldin to'langan bo'lsa, 2 soatdan ko'payib ketgan bo'lsa, bu chekni eski chek deb qabul qilmaslik ehtimoli bor. Xuddi mana shunaqa imtihonga kirmasdan qolib ketish ehtimoli ham mavjud. Ya'ni imtihonga o'tkazmaydi. Endi mana bu yerda soat 00 bo'lib turadi. Chunki chek tasdiqlangan yo'q, o'shaning uchun imtihon soati boshlanmaydi.
Demak, yani endi biz keyingi yana bir emailimiz bilan bu qismdan o'tgan qismimizdan ya'ni o'tib beramiz. Imtihon qismini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Endi agar mabodo o'tsangiz, ya'ni chek qismidan o'tadigan bo'lsangiz, mana shu qismga kirasiz. Mana bu endi ko'rsalar soat yurishni boshladi. 4 soat vaqt berilgan, avtomatik soat boshlanadi. O'sha 4 soat ichida hamma qismga kirib chiqib vazifalarni bajarib bo'lishingiz kerak bo'ladi. Grammatika qismida ikkita bo'ladi. Endi hozir ichiga kirib ko'rsatmaymiz savollar bo'lgani uchun. Grammatika qismida o'sha birinchi 3ta variantli 20 ta savol keladi va uni orqasidan 10 ta gap beriladi. Tahlil qilib, i'rob qilib yozishingizga to'g'ri keladi. Jami 30 ta savol. Eshitish qismida bunda 3ta audio, ya'ni oson, o'rta, qiyin darajada audio bo'ladi. Audiolar 2 martadan eshitiriladi va yana muhim jihati, kirganingizda birinchi audio eshitasiz, xuddi tonal sertifikatga o'xshab audioning o'zini eshitib turasiz. Audio 2 marta eshitib bo'lgandan keyin savollar chiqib keladi. O'shaning uchun audioni yaxshilab eshitib, nima haqida bo'lganini eslab qolishga harakat qilishimiz kerak. Chunki eslab qololmasangiz, keyin qayta eshitishning imkoni yo'q va savollar ko'ringan paytda audio yashirinadi, audio ko'ringan paytda savollar yashirinadi. O'qish qismida ham xuddi shunaqa 3 ta qism, oson, o'rta, qiyin darajadagi matnlar. Birinchi matn chiqadi. Matnda bemalol xohlasangiz 1 soat o'qing, xohlasangiz 2 soat o'qing, lekin mana bu yerda umumiy vaqt ketaveradi. O'sha umumiy vaqtdan e'tiborli bo'lib turishingiz kerak bo'ladi. O'sha. Demak, mana bu yerda o'sha o'qish qismiga kirganingizdan so'ng matnni o'qiysiz, keyingi tugmani bosasiz, o'ng tomonda matn, chap tomonda savollar kelib chiqadi 5 tadan. Bunda ham 15 ta savol, xuddi bu ham attanalga o'xshaydi. Gapirish qismiga kirganingizda 6 ta savol, bu ham o'rta, ya'ni oson, o'rta, qiyin darajada bo'ladi. 2 ta oson savol, ya'ni A2, B1 darajada, 2 ta o'rta daraja, B2, C1 darajada, 2 ta qiyin, o'sha C1 yuqori, C2 ga yaqinroq savollar bo'ladi. Tayyorlanish vaqti pastda ko'rsatib turiladi. Tayyorlanish vaqti tugagandan keyin mikrofonga ruxsat berishingiz kerak. Mikrofonga ruxsat bermasangiz javobingiz yozib olinmaydi. O'shaning uchun javob berish vaqtiga kelganda mikrofonga ruxsat bering deydi. Avvalo o'sha telefoningizning sozlamalaridan o'sha Google Chrome'gami, Yandex bilanmi, qaysi bilan kiradigan bo'lsangiz, o'shanda mikrofoningizni ishlatishga ruxsatni yoqib qo'ygan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu narsasiga e'tibor bering, bo'lmasa audio yozib olinmaydi. Gapirish qismida, demak, boshlaganingizdan so'ng audio gapirasiz, vaqt ketadi, vaqt tugagandan so'ng o'sha keyin avtomatik keyin savolga o'tiladi va javoblar avtomatik yoziladi. Yozish qismida 3 ta oson, o'rta, qiyin darajadagi insholar bor. Ya'ni so'zlar soni ham shunga yarasha, talab shunga yarasha, mavzu shunga yarasha, ya'ni darajaga qarab turib bo'ladi. Umumiy hamma qismga kirib chiqqaningizdan so'ng javoblarni yuborish tugmasini bosasiz, yuboriladi. Javoblar ketyaptimi, ko'ryapsiz. Yuklanmoqda degan javob ketyapti. Endi ozgina vaqt oladi, chunki bu bizga bir fayl jo'natiladi. O'sha paytda iloji boricha ekranni yopib qo'ymaslikka harakat qiling. Juda ham oxirga taqamasdan, agar mana bu yerda vaqt tugasa, avtomatik siz imtihonni tugatdingizmi, yo'q, qat'iy nazar javoblar yuboriladi vaqt tugab qolgan paytda. O'shaning uchun vaqtni juda oxirgacha tugamasdan qiling. Mana javoblar yuborildi tugmasi chiqdi. Javob muvaffaqiyatli yuborildi. Bosh sahifaga qaytasiz. Mana bu yerda imtihon natijalari qismida agar mabodo hozir biz endi yozamiz, bu oldin topshirib ko'rganimiz chiqib kelsa kerak. Bu oldin topshirganimiz chiqib keldi. Hozirgisi hali tekshirilgan yo'q. Hozir uni ham ko'rsatamiz qanaqa shaklda bo'lishini. Misol uchun oldingi topshirganimiz chiqib keldi. O'shanda qanaqa natija e'lon qilinadi? Imtihon natijasi e'lon qilinadi. Grammatika o'sha demak ishlaganimiz yo'q. O'sha biz bir marta topshirib ko'rganimizda ishlamaganmiz umuman. Eshitish qismida demak maksimal 20 balldan 17 ball olganmiz, o'qish qismida 14, gapirishda ham demak 20 maksimal ball, yozishda 20 maksimal ball. Bu yerda umumiy ball kirib chiqadi. Ana endi sertifikatni yuklab olmoqchi bo'lsa, sertifikat qismiga o'tasiz. Sertifikat qismiga o'tganingizdan so'ng mana ko'ryapsizki, sertifikat tayyorlanmoqda va mana sertifikat kelib chiqadi. Mana bu aytgan rasmimiz, ya'ni qanaqa rasm yuklasangiz, o'sha rasm bu yoqqa qo'yiladi. Mana umumiy daraja A1 daraja ekan. Demak, darajamiz mana bu yerda mana ko'rsatib turibmizki, mana necha foiz ishladik, umumiy sertifikat holati bizga kelib chiqadi. Bu yerda bizning o'sha qo'limiz, bu yerda o'sha arab tili kanalimizning holati va mana bu yerda PDF faylni yuklab olishingiz yoki JPEG rasm holatda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun PDF
variantda yuklab oladigan bo'lsangiz, o'sha yuklab olish tugmasi ketyapti. Yuklab olindi bizda hozir menga ko'rinmayapti. Mana bu yerda yuklab olindi tugmasi ketyapti. Mana. Demak, mana sertifikatimiz yuklab olindi. Bosganimizda o'sha sertifikat qismimiz hozir ko'rinadi. Birinchi hozir bizda internetda ozgina muammo bo'layapti shekilli. Qaytib JPEG holatini ko'rsatishga harakat qilamiz. JPEG holatida yuklab olindi. JPEG JPEG varianti chiqib keldi. Boyada ozgina bizda internetda muammo bo'ldi shekilli. O'sha PDF variantida chiqara olmadik. JPEG formatda siz o'sha yuklab olingan shaklda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu qismda endi ozgina hozir bizda internet bilan muammo bo'ldi shekilli. O'shaning uchun ko'rinmay qoldi. Ozgina yuklab olishda muammoga duch keldik. Saqlanib. Yaxshi. Demak, bu holatda o'sha PDF variantingizda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Sertifikatingizda. Bu imtihonimiz 5 ta qobiliyat bo'yicha, shuning uchun natija nima berdi? Umumiy holatda u yerda sertifikat holatida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.